Oldingi darsimizda biz matn muharrirlari hamda veb brauzerlarni yuklab olib, uni kompyuterimizda o'rnatdik. Ya'ni bugungi darsimizda biz HTML ni ko'rib o'tamiz. Ya'ni HTML ko'rib turganingizdek bu Hypertext Markup Language. Ya'ni o'zbekchaga tarjima qilganda giperli matnni belgilash tili hisoblanadi. Ya'ni bu oddiy tillarni brauzer o'ziga xos ravishda bizga taqdim etish uchun moslab beruvchi markablardan iborat. Ya'ni biz bularni maxsus taglar orqali hosil qilamiz. Ko'rib turganingizdek bu yerda HTML ning asosiy tarkibi strukturasi hisoblanadi. Ya'ni doctype HTML bilan boshlanib, HTML ko'rib turganingizdek boshlang'ich va tugovchi hamda body asosiy qismi hamda head bosh qismdan iborat. Nima bular? Doctype HTML bu deklaratsiya hisoblanib, ya'ni bu veb sahifani HTML5 orqali, ya'ni versiyasi 5 orqali yasalganligini bizga haqida brauzerga informatsiya beradi. Ya'ni HTML5 versiyasi adashmasam 2014-yilda kirib keldi. Undan so'ng esa eng asosiy elementlardan biri bu HTML hisoblanadi. Ya'ni bu veb sahifaning ildiz elementidir, ya'ni ona element. Chunki qolgan barcha elementlarni bu o'z ichida saqlaydi. Ya'ni HTML ning ichida head, ya'ni bosh sahifa bu brauzerlar uchun kerak bo'ladigan meta ma'lumotlarni, ya'ni faqat brauzerlar tushunadigan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari eng asosiy elementlardan biri bu title hisoblanadi. Ya'ni head o'zini ichida titleni o'z ichida qamrab oladi. Ya'ni bu sahifamizning sarlavhasi hisoblanadi. Keyingi muhim element bu body hisoblanadi. Ya'ni body bu bizga ko'rinadigan barcha elementlarni o'z ichiga olgan. E'tibor beradigan bo'lsak, HTML yoki head bularni biz elementlar deb ataymiz. Bundan tashqari bular taglar ham deb ataladi. Tag bu yorliq degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bular burchakli qavslar orqali hosil qilinadi va bundan tashqari ular boshlang'ich hamda yakunlovchi taglardan tashkil topgan, ya'ni juftliklardan iborat. Bundan tashqari HTML da bir qancha o'z juftiga ega bo'lmagan taglar ham bor. Bular bilan keyingi darslarda ko'rib o'tamiz.